Planlar bor. Hali fast food bor bizda ham, ishlatamiz. Valloh aka. Charchamay aka, nomerlarni qoldiraman. Yana bir marta, yetdimmi, yetmadimmi? O'zim yetorib qolay unda. Ha, o'zingiz yeting. 97lik Aha. 123 53 54. 123 53 54. Qo'l yetadi, olib beramiz inshaalloh. Rostdan, yana tushunmadim. Inomarka olib sotasizmi? Tirikchilik olmadim bizani. Ha. Qo'l yetadi deganda sizda Mazmunchi bor, ketib beraman. ba'zingiz bor, что inomarka sotadiganlar sizga chiqadi, siz olasizda bir qism Zazor, pazor degan narsa bor. Ha, yo'q, tirikchilik, to'g'ri. Misol uchun, bular oladigan narxga bor-ku. Inomarkachi mashina bilan shug'ullanadiganlar qattandir topishadi, oladigan narxi yo'q. Biz ola olmaymiz, odamlar ola olmaydi u narxga. Qatti viloyat qatti bo'lsa, boriladi, ko'riladi. Keyin mashina o'zi cho'tam, sassiyasi yo'qadigan bo'lsa, после этого gaplashiladi. Keyin olib kelamiz. Apartment siz o'zimizning nomimizga yoki genarmasidan olib, yo'q olib kelib sotamiz. Lekin arzonroq qilib olamiz, lekin biz olayotgan narxda Hamma ola olmaydi. hamma olmaydi lekin. Bilasiz uni. Shunaqa. Endi yomonlab tashlaysizlar deydi. Hazil. Aka charchamay. Ha, endi pul odamni tilini aylantiradi. Ya'ni prosta tekinga til ham gapirgisi kelmaydi, nimagadir bor-ku. O'sha gapirayotgan gapingiz orqasidan pul kelishini bilsangiz, tilingizni o'zi nimadir ichidan gaplar o'ylab tashlaydi. Miya bor-ku. Qachon $1000 $1000 aka? $1000? Shuncha gaplashamiz. Yo, xudo aka.